slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got Assalomu alaykum hurmatli Manchester United muxlislari, sizlar bilan yana Zamin Reds kanali va men sizlar e'tiborlariga navbatdagi preview videoni taqdim qilaman. Undan oldin odatdagidek sizlardan like bosishni, kommentariy yozishni hamda bizning kanalga podpiska qilishni iltimos qilgan holda, demak biz boshlaymiz. Bugungi mavzumiz ertaga bo'lib o'tadigan ertangi kunning markaziy uchrashuvi Barts janoblar sudyaligi ostida bo'lib o'tadigan Tottenham Hotspurning uy stadioni hisoblanadigan stadionda, orqamdagi fond stadionda Tottenham Manchester United o'rtasidagi shiddatli bahsda guvoh bo'lamiz. Bu o'yin haqida nima deyish mumkin? Bu so'zsiz o'sha muhimligi jihatidan o'ta yuqori bosimga ega bo'lgan o'yin, chunki ikkala jamoa ham bir xil ochko jamg'argan va turnir jadvalida bir xil o'ringa ega va bu turnir jadvalidagi plotnostni, ya'ni zichlikni ko'rib, anchadan beri bundaqasi bo'lmagan. Ko'pchilik ta'kidlayapti shu narsani. Agar biz ishonchli g'alabaga erisha olsak, biz turnir jadvalida shu Chempionlar Ligasi uchun beriladigan o'rinlarni bittasini zabt qilishimiz ehtimoli juda katta deb o'ylayman va Ruben Amorim shogirdlari bu natijani ro'yobga chiqarish qo'ldan keladi deb o'ylayman. Tем более o'sha Tottenhamdan oxirgi o'yinlarda biz deyarli g'alaba qozonmaganmiz. Shu sababli bizga bu motivatsiya bo'lib xizmat qilishi kerak. Bevosita o'yin haqida gaplashadigan bo'lsak, o'yinga tusha olmaydigan futbolchilarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, Tottenham jamoasida quyidagi futbolchilar maydonga tusha olmaydi yoki tushish so'roq ostida deb beryapti saytlar. Bergval, Bissouma, Ben Davis, Dragusin, Gray, Kulusevski, James Madison hamda Kuduslarni maydonga tusha olmaydi yoki tushish so'roq ostida deb beryapti saytlar. Manchester United tarkibida esa yagona betakror bo'lib turgan Lisandro Martinezni maydonga tusha olmaydi deb beryapti saytlar. Lekin ko'pgina insayderlar uni jamoaviy mashg'ulotlarga qaytganini takror rasmlar, fotosuratlar orqali o'sha ko'rsatishmoqda. Demak, jamoalarni o'zaro va so'nggi o'yinlar statistikasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak Tottenham jamoasi so'nggi 5 ta o'yinda 2 ta g'alaba, 2 ta mag'lubiyat va 1 ta durangga erishgan va so'nggi turda ular Chempionlar Ligasi doirasida Copenhagen jamoasini 4-0 hisobida o'zining uyida mag'lub eta olgan. Manchester Unitedda esa bitta nicha, 3 ta g'alaba va 1 ta mag'lubiyat mavjud. So'nggi turda ular Nottingham Forest bilan 2-2 hisobidagi qiyinchilik bilan erishilgan durangga imzo chekishgan. Jamoalar o'zaro o'yinlarga keladigan bo'lsak, jamoalar shu paytgacha 206 bora maydonga tushgan bir-biriga qarshi. Shulardan 58 bora Tottenhamga qo'l ustun kelgan va 96 bora Manchester United g'alaba qozongan. Jamoalar 52 bora murosa ko'chasini tanlashgan. Ko'ramiz, bu g'alaba Tottenham uchun 9-chi bo'ladimi yoki Manchester United uchun 97-chi g'alaba bo'la oladimi? Albatta kommentariyada bu haqda o'zlaringiz fikrlaringni bu haqda yozib qoldirishlaringni so'rab qolaman. Turnir jadvalini ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak turnir jadvalida boya ta'kidlab o'tganimdek, ko'pgina muxlislarning ta'kidlashicha, mutaxassislarning Angliya Premyer Ligasida bunaqa zichlik kuzatilmagan. Chunki o'sha 8-chi o'ringacha 17 ochko jamoalarda ko'p 1 ochkolik, 2 ochkolik raznica mavjud jamoalar o'rtasida va undan keyin ikkita o'rinda ham 16, 17, 15 ochkodan mavjud. Bu degani bitta g'alaba jamoani ancha yuqoriga ko'tarishi mumkin. Demak, birinchi o'rinda Arsenal jamoasi yaqqa peshqadamlik hozircha ketyapti. 10 ta turdan keyin 25 ochko jamg'argan holda. Ikkinchi o'rinda Manchester City 19 ochko jamg'argan holda ketyapti. 3-4 o'rinlarda Liverpool hamda Sunderland jamoalari 18 ta ochko jamg'argan holda ketishyapti. Va 6-o'rinda 8-o'ringacha Tottenham hamda Manchester United joylashgan bo'lsa, ikkalasida ham 17 ta ochkodan mavjud. Ko'rib turibsizlar, zichlik juda ham yuqori. Va o'ylaymizki, Manchester United g'alaba qozona olsa, kamida shu Chempionlar Ligasi uchun beriladigan top 4 talikka aniq kirishimiz ehtimoli bo'ladi. Va bu jamoamiz uchun xalqaro tanaffusdan oldingi so'nggi o'yin, xalqaro tanaffusdan oldingi va shundan oldingi yaxshi motivatsiya bo'lib xizmat qiladi deb o'ylayman.
O'yin uchun taxminiy tarkibni man sizlarga taqdim qilaman. Sizlar esa odatdagidek fikrlarni yozib qoldiringlar. Bu o'yinchilarni sizlar kutyapsizlarmi yoki qanaqadir boshqa tarkibda tushishini sizlar taxmin qilyapsizlarmi? Albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Demak, darvozada Sani Lemons, himoyada Leni Yoro, Harry Maguire hamda Matis De Ligtlarni qo'ydim men. Bu uchta himoyachimiz bilan biz ham bo'y borasida baland, gavda borasida ham yetarlicha istalgan futbolchini tirasha oladigan futbolchilar jamlamasidan iborat himoya uchligini qo'yib ko'ra oladimi? Ruben Amorim bu haqda albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Ikkita qanotda Luke Shaw hamda Amad Diallolarni qo'ydim men. Showda ham bir marta bo'lsa ham sinab ko'rish kerak. Winger sifatida, qanot futbolchisi sifatida u menimcha o'zini oqlay oladi. Diallo esa oxirgi o'yinlarda juda ajoyib o'yin namoyish ko'rsatyapti. Namoyish qilyapti. Markazda Bruno Fernandes hamda Kazemirolarni qo'ydim men. Ikkala futbolchi ham, bular ham oxirgi o'yinlarda jamoada asosiy figura sifatida shakllanyapti. Golda, assistda ikkala futbolchimiz nomi ko'pincha o'sha ikkala futbolchimiz nomi ishtirok etyapti gollarda. Hujumchi ortida Mateus Cunha hamda Brian Mbemolarni qo'ydim men va hujumga Benyamin Sheshkani qo'ydim men. O'ylaymanki, bu ikkala futbolchimiz gol yoki assist qayd eta oladi. O'tgan safargiday, undan oldingi safargiday va undan oldingi o'sha 4 tur oldingiday, xuddi 4 turda qanday gol assist qayd etishgan bo'lsa, xuddi shunday gol assistlarni biz bu ikkala futbolchi, hujumkor futbolchilarimizdan va umuman yarim himoyachilarimizdan ham kutib qolamiz. Demak, men sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shundan iborat edi. Sizlar bilan Zamin Reds kanali bo'ldi. Sizlarni odatdagidek like bosishni, kommentariy yozishni hamda bizni kanalga podpiska qilishni iltimos qilgan holda sizlar bilan xayrlashaman. Videoni so'ngida esa 2022-yilda Manchester United Tottenham o'rtasidagi o'yinda Cristiano Ronaldoning hat-trick qilib g'alabani ilib ketgan o'yindagi gollarni qo'yib beraman sizlarga. Sizlardan esa bo'layotgan aktivlikni kutib qolgan holda jamoamizning g'alabasidan keyin yaxshi kayfiyatlarda obzor qilishni niyat qilgan holda sizlar bilan xayrlashaman. Xayr. O'zlaringiz asranglar.